Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'rmanlar. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşünə qızğın qarşılamız. Mən Ərşidin Ediqot. Tövəndə vətənimiz Şərqi Türkistan və dünya gün tərtibigə əlaqədar mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qani diqqətinizlər ekranımızda olsun. Xitoy jasuslarının İstanbuldagi hərəkətləri xalqning ko'zidan qochib qutulolmadi. Yaqinqi yillarda Xitoy jasuslari har qaysi davlatlarda orqama-orqa pash bo'layotgan bo'lib, oldingi kuni Istanbulda o'tkazilgan namoyishda Xitoy jasuslarining harakatlari yerli xalq tarafidan singa ilinib, ijtimoiy taratqularda ko'plab tarqaldi. 1 yanvar Turkiya yoshlik vaqfining tashkillashi bilan Istanbulning Fatih rayonida G'azzani qo'llash namoyishi o'tkazilgan edi. 500 mingdan ortiq kishi qatnashgan mazkur namoyishga Xitoy jasuslari singib kirgan bo'lib, birga namoyishga qatnashgan ikki Xitoyning WeChat app detali orqali namoyishning suratlarini va qisqa yozmalarni yo'llashi yerli xalq tarafidan singa ilingan. Tarqalgan ikki sinning birida WeChat hisobiga Ching Sifei deb yozilgan Xitoy namoyishning suratini chiqarib, Isroiliya Mossadning Turkiyada nuqtaliq tozlanishga uzun qolmabdi deb yozgan. Yana bir sinda bo'lsa, mazkur Xitoy namoyishchilar orasida lapildab turgan Sharqiy Turkiston bayrog'ini suratga tortib, WeChatga chiqarib, suratning ostiga nurg'un kishilar tushunmaydi. Qaranglar, Falastin Hamasni qo'llayotganlar o'xshashlar deb yozgan. Suratga asosan o'xshashlar Sharqiy Turkistonchilarni qo'llaydi deb yozmoqchi bo'lganligini faraz qilg'ili bo'ladi ekan. Singa olgan turkmo o'zining Xitoy jasuslarini bayqab qolganligini eskartgan. Mazkur sinlar ijtimoiy taratqularda ko'plab tarqalib, Turkiya xalqi orasida g'ulg'ula qo'zg'adi. Ba'zi to'rdoshlar Xitoyga viza ko'chirim qilg'achqa, bundan keyin texmo ko'p Xitoy jasuslarining Turkiyaga singib kirishi mumkinligini o'ttirg'a qo'yishdi. Xitoyning aloqador qonun nizomlarida Xitoy ichi sirtidagi barliq Xitoy fuqarolarining Xitoy bexatarlik organlariga ma'lumot ta'minlash, hamkorlashish majburiyati borligi ta'kidlangan. Bu sabablik mutaxassislar Xitoy jasuslik organining butun dunyodagi a'zolari eng ko'p jasuslik organi ekanligini, har bir Xitoy fuqarosining jasuslik xarakteriga ega ekanligini ta'kidlab kelmoqda. Turkiya davlatlik istixborot tashkiloti bultur may oyida ijro qilgan zo'r ko'lamlik bir harakatda 7 Xitoy jasusini qo'lga tushirgan edi. Natijada mazkur Xitoylarning saxta baza punktlarini qurish orqali Turkiyaning ko'plagan shaharlarida davlat xodimlarini, Uyg'urlarni nazorat qilganligi, ularning o'rni, aloqalashgan kishilari qatorliq turli uchurlarini Xitoyga yo'llaganligi fosh qilingan edi. Qirg'izistonning yuqori darajalik amaldori Xitoy vakilini nomusga qo'ydi. Qirg'iziston davlat bexatarlik komitetining raisi Qamchibek Toshiyov oldingi hafta o'tkazilgan bir yig'inda qirg'izcha so'zlayolmagan Xitoy shirkati vakilini oshkora tanqid qilib, uni o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Oldingi hafta Qirg'izistonda yo'l qurilish turlariga aloqador bir yig'in ochilgan bo'lib, Qirg'iziston davlat bexatarlik komitetining raisi Qamchibek Toshiyov shirkat vakillari va aloqador amaldorlar bilan har qaysi qurilish turlarini muzokara qilgan. Yig'in jarayonida Qamchibek Toshiyov Xitoy yo'l qurilishi shirkatining vakilini chaqirganda, Xitoy vakili uningga ruscha javob qaytargan. Yig'in jarayonida boshdan oxir qirg'izcha so'zlagan Qamchibek Toshiyov buningdan norozi bo'lib, uningdan qirg'izcha biladigan bilmaydiganligini so'ragan. Xitoy vakili faqat ruscha biladiganligini aytgan. Toshiyov ruscha keskin talaffuzda "Nimishqa hozirgacha qirg'izcha o'rganmading?" deb so'ragan. Va Xitoy yo'l qurilishi shirkati Qirg'izistonda ish qilayotgani qanchalik bo'ldi? 20 necha yil. Shundoq turib taxicha qirg'izcha bilmamsan o'rgangin degan. O'sal ahvolga tushib qolgan Xitoy vakili ma'qul deb javob bergan. Bu qisqa dialog amaliyotda Turkiston Cumhuriyatlarining turli sohalarida ta'sir kuchini kengaytirishga urinayotgan va atalmish do'stlikni kuchaytirish, madaniyat almashtirish iboralari bilan shakli o'zgargan kengaymichilik harakatini pardozlab kelgan Xitoyning haqiqiy yuzini, ya'ni Xitoylarning Turkiston Cumhuriyatlarini, xalqlarini qilcha hurmatlamaydiganligini, balki kamsitadiganligini ma'lum nuqtadan ko'rsatib bermoqda. Texi oldingi hafta O'zbekistonda bir necha Xitoy ishchilarining O'zbekistonning pulini ko'ydirib, tamaka tutashtirib, masxara qilgan ko'rinishlari ijtimoiy taratqularda tarqalib, kuchli g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Isroiliya bultur 42 falastinlik jurnalistni qo'lga olgan.
Falastin Jurnalistlar birleşmesi İsrailiyaning 2025-yili jam'iy 42 falastinlik jurnalistni qo'lga olganligini, buning 8i ayol ekanligini, falastinlik jurnalistlarni sistemalik hujum nishoni qilishini davomlashtirayotganligini jakarladi. Falastin Jurnalistlar birleşmesining dokladida bu qo'lga ilishlar ishg'oliyat ostidagi Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'i, Quddus va ishg'ol ostidagi boshqa territoriyalarda shundoqla harbiy tekshirish punktlarida, chegara eg'izlarida, naq maydon xizmati jarayonida va uylarga bostirib kirish jarayonida yuz bergan deyildi. Dokladda qayd qilinishicha, 2023-yili va 2024-yillarga solishtirganda qo'lga ilish voqealarining oziyishi Isroiliyaning diqqat nishonini son jihatdan nishonlashdan sifat jihatdan nishonlashga o'zgarganligini ko'rsatgan. Bu nishon ta'sir kuchi eng zo'r jurnalistlarni nishon qilish, o'xshash bir jurnalistni qayta qo'lga ilish, hech qanday ayblash yoki sudlash bo'lmay turib ma'muriy jihatdan tutib turish doirasini kengaytirish va ta'qib qilish vositasi sifatida jismoniy ham psixikalik zo'ravonlik qilish qatorliq ahvollarni o'z ichiga oladi ekan. Falastin Jurnalistlar birleşmesi xalqaro jamiyatni, inson haqlari tashkilotlarini, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini va fikr erkinligi maxsus tashkilotchilarini qonuniy ham axloqiy mas'uliyatini ado qilishga, darhol harakatga o'tishga va Isroiliya rahbarlarining falastinlik jurnalistlarga qaratgan jinoyatlarga qarata hisob berishini talab qilishga chaqirgan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Әтіке программада көрәшкіше аман болғайсызлар. Аллах аманат.